Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rgüchilar, ko'rayotganinglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya radiosuning haftalik xabarlar programmasi. Men Gulchehra. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda anlatilgan Uyg'urlarga doir bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchimiz. Diqqat bergaysizlar. 15 yanvar kechda Xotan viloyatining Qarqash noyasidagi tarbiyalash markaziga o'zgartirilgan bir masjidga o't ketganligi haqida uchur tarqalgan edi. Muxbirlarimizning ahvol egalishi jarayonida Qarqash noyasidagi munosabatli xodimlar ishki o'ringa o't ketganligini dalillagan bo'lsa-mu, bu o'rinlarning tarbiyalash markazi ekanligi, shuningdek, o't aftining tafsilotlari haqida ma'lumot berishdan o'zini apqashdi. Ahvol egalishimiz jarayonida Qarqash noyasidagi o't o'chirish xodimlari navbatda Qarqash noyasida ko'plagan tarbiyalash markazlari ta'sis qilinganligi, bu joylarda 10 minglarcha kishining vatanparvarlik tarbiyasi va Xitoy tili o'rganish bilan mashg'ul bo'layotganligini, ammo ularning orasida bir Xitoy kursantining yo'qligini bildirdi. Uyg'ur diyoridagi tarbiyalash markazi va turmalarda bir qism kishilarning jon uzganligi haqida uchurlar ko'plab ma'lum bo'lmoqda. Yaqinda G'uljidagi Melodiya choyxonasining xo'jayini Yasinjon Mo'ydinni o'tgan yil yozda saqchilarning elib ketganligi, uning 6 oydan keyin turmadan oilasiga qaytarilganligi hamda uzun o'tmay doktorxonada jon uzganligi haqida gap so'zlar taralgan edi. O'tgan hafta Qashqardagi bir tarbiyalash markazida 3 kishining jon uzganligi inkos qilingan. Ahvol egalishimiz jarayonida Qashqar shahrida 30 ming kishining, Qashqa viloyati bo'yicha 120 ming kishining yepiq tarbiyalash markazlarida ekanligi ma'lum bo'ldi. Uyg'urlarning islom dini e'tiqodi izchil rayon miqyosidagi siyosiy harakatlarning bir muhim nishoni bo'lib kelmoqda. Navbatda Xitoy hukumatining bu e'tiqodga hujum qilish bilan birga diniy zotlarga Xitoy milliy kimligini singdirishga urinayotganligi ma'lum bo'ldi. Yaqinda Xitoy hukumatining yosh va o'rta yosh bo'lib 70 nafar Uyg'ur diniy zotni Beijingdagi Markaziy Sotsializm institutiga yiqqanligi va bu joyda ularga 4 oy atalmış Junxo madaniyati tarbiyasi berganligi ma'lum. Muajiratdagi Uyg'ur diniy zotlari bu haqda fikr qilib, Xitoy hukumati Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishini tezlatish uchun izchil o'zlariga sodiq vatanparvar diniy zotlarni yetishtirmoqda deydi. Uyg'ur diyoridagi siyosiy bostirishning bag'ansiri yuqori pallaga chiqishi chet el matbuotlaridan keng yer olgandan keyin har qaysi xalqaroliq tashkilotlar bu ahvolni davlat terrorizmining yangi boshdan yomirishi deb aybladi. Xalqaro kechirim tashkiloti Sharqiy Osiyo bo'limining mudiri Rozan Raif bu haqda maxsus maqola e'lon qilib, Uyg'ur diyorida saqchi davlat barpo qilishning muqimlik ilib kelinmaydiganligini alohida ta'kidladi. Amerikadagi erkinlik sarayi mushabda e'lon qilgan yillik dokladimi Uyg'ur diyoridagi vaziyatning navbatda bahmu ig'ir bir ahvolda turayotganligini tafsili bayon qilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Fan va Madaniyat Ma'arif komiteti Turkiya Milliy komissiyoni 12 yanvar kuni maxsus yig'in ochib, 2018-yilni Atabatul Haqoiq yili deb e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, Qashqar shahrida yashagan adib Ahmad bin Yuknaki 12 asrning oxiri yozib chiqqan Atabatul Haqoiq nomli asar yuksak badiiy saviyadagi didaktik dastondir. Shuningdek, qadimgi Uyg'ur madaniyatidagi shahona asarlarning biri hisoblanadi. Aloqador mutaxassislar bu ahvolning Uyg'ur madaniyatini va Uyg'ur xalqini dunyoga tanishtirishda zo'r ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlash bilan birga, bu haqda ko'plab faoliyatlarni tashkillash oldida turayotganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, chet ellardagi bir qism tashkilotlar muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan ziyoli Ilhom To'xtini 2018-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatish xizmatini boshlab o'tgan. Germaniyadagi Ilhom To'xti guruhining raisi Anvarjon bu haqda ma'lumot berib, hozir o'zlarining mush maqsadda imzo to'plash faoliyatini boshlaganligini, uningga Yevropa parlamentining muavin raisi Fabio Castaldo qatorliq bir turkum siyosiyonlarning imzo qo'yganligini so'zlab berdi. Navbatda mazkur imzo to'plash faoliyatiga Amerika, Yevropadagi boshqa siyosiy arboblar, shuningdek Xitoyning ichi va sirtidagi Xitoy demokratlarimi bas-basda imzo qo'yayotgan bo'lib, kishilar birdek dunyoning Ilhom To'xtini
unutmaydiganligini bildirishmoqda. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik muhim xabarlar sahifasini ko'rdinglar. Diqqat berganinglarga rahmat.